Bugun xalqimizning o'z e'tiqodi va diniy majburiyatlarini ado etishlari uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Haj va umra safarlariga borish uchun zarur sharoitlar yaratildi. Ammo fuqarolarimizning bu ezgu niyatlardan o'z g'arazli maqsadlarda foydalanishni rejalashtirgan nopok kimsalar ham yo'q emas. Jumladan, mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli sayyohlik firmalaridan birining 4 nafar norasmiy ishchilari fuqarolardan birining 2 nafar tanishini ishchi vizasi orqali haj ziyoratiga yuborish evaziga har biridan 7000 AQSh dollari hamda yana bir mijozning onasini ziyoratga sayyohlik vizasi orqali yuborishga va'da berib, 20 000 AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga olindilar. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davomida gumon qilinuvchining yaqin tanish sifatida tanishtirgan shaxs ish yuritimida bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan uni qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslik hamda ishni ijobiy hal qilib berishlik uchun 1000 AQSh dollari taklif qildi. Shundan so'ng men ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent shahar boshqarmasi bo'yicha boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'radim. Va olib borilgan tezkor tadbir jarayonida Komil ismli shaxs menga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini pora tariqasida berayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan Mirobod tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.